zulm bu doim chidash haqida. Hech qachon sabr demang, chunki sabrni yaratgan go'zal qilib bergan bizga. Biz sabrni boshqa narsada, biz sabrni ochlikda nazorat qila olamiz yoki o'sha narsani shakllantira olamiz. Ya'ni sabr bu boshqa, kutuvda. Misol uchun mana bir kun kelib hayotimiz boy bo'ladi deb sabr qilib kutadigan odamlarni mana sabr deymiz. Lekin chidash bu senga kimdir tashqaridan xudo emas, odam senga zulm qilyapti, senga qo'l ko'taryapti, sen shuni yashayapsanmi, shuni ichida sen chidayapsan. Men shuning uchun aytmoqchimanki, qaysidir muddat siz ham bu narsani chidayapsiz, chidaysiz, lekin bir kun kelib o'sha to'ladida, mana xuddiki mana shu chidash stakaningizni yomkisi tugaydida, oqishni boshlaydi. Bo'ldi, ana shu yer tugaydi. Ana shunaqa payt siz hech kimdan so'ramaysiz, nima qilsam ekan, yashasammikin, yashamasammikin, unga yana shans bersammikin demaysiz. Chunki siz уже mana shu yerga kelgansiz va qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Bo'ldi deysiz, yig'ishtir karam sho'rvayini deysiz, bor yo'qol, menga qo'l ko'tarmaysan, boshqa men seni chidamayman deysiz.